Bugun Ispaniya chempionatining 3 ta qiziq o'yinini ko'rib chiqamiz. Getafe Racing, Elche Barselonaga qarshi o'ynasa, 3-o'yinda Osasuna Levante o'yinlari bo'ladi. Aynan mana shu o'yinlardan bir nechtasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz, tahlil qilamiz. Misol uchun Elche Barselona o'yini La Liganing eng qiziq o'yinlaridan biri bo'lishi kutilmoqda misol uchun. Va shunga o'xshash o'yinlarni, tahlillarni, statistikalarni, prognozlarni Telegram kanalimizdan topsanglar bo'ladi. Silka opsiyasida o'tib qiziqib ko'rishingiz mumkin. Biz esa shunchaki boshladik. Eng asosiy momentlarni hozir sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana shu 3 ta o'yin bo'yicha. Birinchi navbatda o'yinlarni tahlil qilib olamiz, keyin videoning oxirida ekspresslarni yig'sak bo'ladi. Birinchi o'yin bizda Getafe Racing qarshi o'ynaydi. Aynan mana shu o'yin ham bir noodatiy o'yinlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ikkala jamoa shoshilmaydi o'yinning boshida, ochiq futbol qilishga, ikkalasi ham yopiq o'yin qilishi kutilmoqda aynan mana shu bahsda. Undan tashqari aynan Getafe Racingga qarshi o'ynaydigan bo'lsa, Getafe o'yinning boshida ochiq futbol qiladigan bo'lsa, misol uchun aynan Getafening ochiq zonalarida qolgan vaziyatdan Racing foydalanib ketsa bo'ladi va gol urish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin Racing bunaqa tavakkal qilmasa kerak, imkoni boricha himoyada avtobus qo'yib o'ynashga harakat qilishi mumkin. Xullas, bu o'yinda ikkala jamoa shoshilmaydi, biz ham shoshilmaymiz. Aynan bittasi g'alaba qiladi deb shu sababli bu o'yinda bizning tanlovimiz umumiy gol soni 3,5 tadan kam bo'lishi kutilmoqda. Misol uchun 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, 2-2 hisoblari bo'ladigan bo'lsa yoki 2-0 hisoblari bo'ladigan bo'lsa, bizning tanlovimiz o'tishi mumkin. Qachon bizning tanlovimiz o'tmaydi bu o'yinda agarda 4 ta yoki undan ko'p gol bo'ladigan bo'lsa, shu sababli bizga minimal hisoblar nisbatan yaxshiroq. Umumiy gol soni 3,5 tadan kam tanlovimiz o'tishi uchun. Shu aytganimdek, qaysi jamoa tashabbusi o'yinni boshida qo'lga oladigan bo'lsa, ikkinchi jamoaning o'yin ustidan aynan birinchi jamoaga qarab o'zgarib ketishi mumkin. Agarda Getafe gol uradigan bo'lsa, Racing ochiqroq futbol qilishga intiladi. Yoki Racing gol uradigan bo'lsa, Racing himoyalanadi va Getafeni oldinga o'tishga majbur qilishi mumkin. Mana kontra-atakaviy himoyada ikkala jamoa o'ynasa kerak deb biz o'ylayapmiz. Ikkinchi o'yinda Elche Barselonaga qarshi o'ynaydi va bu o'yinda yaqqol favorit albatta Barselona jamoasi imkoni boricha ochiq futbol qilishadi, vaziyatlardan to'liq foydalanib gol urishga harakat qiladi. Va bu joyda Elcheni ham hisobga oladigan bo'lsak, motivatsiya bilan chiqadi. Barselona jamoasiga qarshi gol urishga hech bo'lmasa durang uchun harakat qilib ko'rishga. Lekin Barselonaga qarshi 90 minut himoyaviy o'yin o'ynash juda qiyin bo'ladi. Barselona bilasizlar juda bosim kuchli. Baribir himoyalanadigan bo'ladigan bo'lsa, sizni himoyangizni yorib o'tadi Barselona futbolchilari. Shu sababli Barselona futbolchilari imkoni boricha gol uradigan bo'lsa, Elcheni oldinga o'tishga majbur qiladi va o'yinini ochirib yuborishi mumkin Elche jamoasini. Agarda Elche birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa, unda Barselona oldinga o'tishga harakat qiladi maksimal tarzda 2 karra kuch bilan va Elche shundan keyin yana bir bor Barselonani ochiq zonalardan foydalanib ko'rishga harakat qilsa bo'ladi gol urish uchun. Lekin bu o'yinda biz Barselona yaqqol favorit deb tanlab o'tirmaymiz. Shunchaki bizning tanlovimiz Barselona g'alabasi va umumiy gol soni 1,5 tadan ko'p degan tanlovga keldik. Ya'ni bu tanlovimiz o'xshashi uchun 0-1, 1-2, 1-3 yoki 3-0 bo'ladigan bo'lsa ham yetarli. Aynan mana shu tanlovimiz ishlaydi. Umuman nima bo'lsa ham Barselona yutishi kerak va mana shu hisoblab Barselona foydasiga o'tishi kerak bo'ladi. Agarda bu joyda Elche g'alaba qilib qo'yadigan bo'lsa, bu tanlovimiz ishlamasligi mumkin. Lekin biz o'ylaymizki, bizning o'ylashimizcha Barselona bemalol Elchega qarshi futbol qila oladi va g'alabani o'z tomoniga og'dirishi mumkin. Oxirgi o'yinga yetib keldik. Osasuna Levante o'yini va bu joyda mezbonlar imkoni boricha ochiq futbol qiladi. Levante esa himoyaviy o'yin qilishi mumkin aynan mana shu bahsda. Chunki safarda o'ynayotda bosim bo'ladi, muxlislar qarshisida Osasunani shu sababli Levantega ancha qiyin bo'ladi. Va bu joyda biz ham cho'zib o'tirmayman. Eng qizig'i mana shu bahsda ham Osasuna agarda yaxshi o'yin ko'rsatadigan bo'lsa, Levantega qarshi o'z vaziyatini amalga oshirishi mumkin. Vaziyatni o'z tomoniga og'dirishi mumkin. Agarda Levante hujumkorona o'yin qiladigan bo'lsa, bu nisbatan tavakkal o'yin bo'ladi Osasunaga qarshi va ochiq zonalardan Osasuna foydalanib ketishi mumkin. Shu sababli bu o'yinda bizning tanlovimiz Osasuna mag'lub bo'lmaydi 1x va umumiy gol soni 1,5 tadan ko'p. Agarda bizning ikkinchi shartimiz o'yinni xohlagan bo'lsa, 90 minut ichida 2 ta gol bo'lishi kerak. Ya'ni bu 1-1, 1-2 yoki bo'lmasa 2-1 yoki bo'lmasa 0-2 hisoblari bizga ancha ma'qul keladi. Va bu joyda Osasuna nisbatan yaxshiroq o'ynashini hisobga oladigan bo'lsak, aynan mana shu tanlovga biz yetib keldik. Shu sababli cho'zib o'tirmadim, ochiq kerakli informatsiyalarni sizlarga berishga harakat qildim. Yakuniy ekspresslarni ham qisqalonni ko'rib chiqishga harakat qilaman, konkretniy qilib. Demak, bizda birinchi o'yinda umumiy gol soni 3,5 tadan kam bo'lishi kutilmoqda. Ikkinchi o'yinda esa Barselonaning o'yinida Barselona g'alabasi
va 1,5 tadan ko'p gol bo'lishi kutilmoqda. Va 3-o'yinda esa biz Asasunani o'yinini oldik va Asasuna mag'lub bo'lmaydi. 1x va umumiy gol soni 1,5 tadan ko'p bo'lishi kutilmoqda. Bu joyda Asasunani bosimini ham hisobga olib, aynan mana shu 2 ta gol bo'lishini hisobga olib turibmiz. Ya'ni 2 ta gol bo'ladigan bo'lsa, bizga aynan mana shu Asasuna tanlovini. Xullas, mana shunaqa tarzda o'yinlarni tahlil qilishga harakat qildim. Sizlar uchun qisqa lo'nda qilib, kerakli informatsiyalar bilan agar gapim ko'payib ketgan bo'lsa, uzr so'rayman. Kommentariyada yozib ketasizlar, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa va shunga o'xshash o'yinlarni tahlillarni, analitikalarni, svej informatsiyalarni Telegram kanalimizdan topsanglar bo'ladi. Ssilka opsiyasida o'tib qiziqib ko'rishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling va bizani kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.